Assalomu alaykum YouTube kanal obunachilari. Bugun sizlar bilan 38-serverda o'zimning kichik oilamni tashkil qildim. Bu oilam haqida sizlarga qisqacha hozir obzor qilib beraman. Bu oilamiz yaqinda ochilgani uchun hali mashinalar yo'q. Bizga ko'ngilli odamlar kerak. Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsalaring, video kommentariyasiga yozinglar. Men albatta sizlarga qaytaraman. Qani bo'lmasa do'stlar, biz hozir kichik oilamizni sizlarga qisqa qilib tanishtirib o'taman. So'ngra esa gapimni davom ettiraveraman. Mana uyga ham keldik. Mana bizning oilamizning nomi Grand oila. Bu uy 542-uy bo'ladi. Hozir sizlarga buni xaritadan ham ko'rsatib beraman. Qayda joylashgani. Arzamasga yaqin bo'ladi. Xuddi shu yerga kelib 542-uyni topasizlar. Va shu yerga kelasizlar. Men sizlarni shu yerda kutib olaman. Aytganimdek YouTube kanalimizdan ham kommentariyaga yozsangiz albatta qaytaraman. Qani bo'lmasa biz do'stlar uyimizga kirib olamiz. Sizlarga uyimni qaydaligini ko'rsatdim. YouTube kanal kommentariyasiga yozsanglar shu videoni kommentiga men sizlarga albatta qaytaraman. Mana uyning sinfi elita darajali garaj 8 o'rinlar debdi. Narx 5 million, soliq 10 kami, o'shanaqa egasi, ya'ni men Sharobiddinov oila, Grand oila degan bo'ladi do'stlar. Uyga ham kirib olamiz. Xuddi shu mening kichkina oilamning uyi bo'ladi. Hali bu uyni sizlar bilan yuksaltiramiz. Menga oxirigacha boradigan va yordam qo'lini cho'zadigan, albatta biz ham qo'limizdan kelganicha sizlarga yordam beramiz. Agar Grand Mobiliyani endi boshlagan bo'lsanglar, sizlarga puldan ham oz-moz yordam beramiz. Va sizlarga hozir hamma narsani ko'rsatdim uyda ichida. Endi uy menyusini ko'ramiz. Uy haqida ma'lumot, uyni ochish, mana uy raqami 542, uy klassi elita, davlat narxi 5 million, ijara haqi 10 k, holati ochish, to'langan sana 02/17-kuni ochilgan. Va bo'ldi. Hozir garajni ham ko'rsataman. Oila uyi. Men aytganimdek, hali bizda oilaviy transport yo'q, chunki oilani yaqinda ochilgan. Biz kichkina narsalardan boshlab katta narsalarga erishamiz, xudo xolasa. Mana oilaviy garajga ham kirdik. Bu yerda hali mashinamiz yo'q. Xudo xolasa yaqinda bitta mashina olamiz, pulimiz yetadi. Ungacha esa ko'proq odam to'plashimiz kerak. Ko'proq odam to'plaganimizdan so'ng hammamiz birga ko'p mashina, ya'ni bu yerni to'ldirib tashlaymiz, xudo xolasa. Shu bizning oilaviy garajimiz. Va endi o'zimga o'tadigan bo'lsak, bu oilani yaratish unchalik oson bo'lmadi. 10 million topishga to'g'ri keldi. 2 ta 3 ta mashinamni sotdim va mening sheriklarim ham hamma mashinalarni sotdi. Ayamasdan menga yordam berdi. Mana shu bitta o'zimning mashinam bo'ladi. Agar shorts videolarimni ko'radigan bo'lsanglar, mana shu mashinada ko'proq video chiqaraman. Chunki bitta shu mashinam bor xolos hozir menda. Boshqa mashina ham qiziq emas. Oilani kuchaytirishga harakat qilaman. Oila a'zolarini ko'rsataman sizlarga. Oilamizda hozircha 5 ta odam bor. Hammasi ishonchli. Hamma bir-biriga yordam beradi qo'ldan kelguncha. Aytganimdek, mashinalarni ko'paytiramiz. Mana g'aznamiz ham hali kam, lekin pul qo'ysak bo'ladi-ku. Hozir sizlarga aytganimdek, oilaviy mashina olishimiz kerak. Shuning uchun hozircha oilaviy g'aznaga pul qo'yganimiz yo'q. Va bugungi videoni tugatamiz. Sizlar bilan Grand Sharobiddinov bo'ldi. Bu mening kichik oilam haqida obzor edi. Bugun kichik oila, ertaga katta oila bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga rahmat, videoni oxirigacha ko'rganlarga.